Duş. Bu o'sha paytdagidek dushlar hali bor ekan. Bizda ham qo'shnimizda uyda qo'yardi har paytlar shunaqa. Hozir ham bir kichkina anglashmovchilar. Eshikni aqlatib bo'ldi, vaqtinglar bo'ldi desa. O'zinglarniki bo'lsa bir soat qo'yasizlar. Yegani kelsa yarim soat deb. Shuning uchun birdek ko'rib fikr qil, birdek ko'rib shukur qil deydi. Bu kitob hayotidan bir nolib o'tirganlar bo'lsa kelish kerak mana shunaqa joylarga. Juda ham katta yordam tegadi. Hop, chiqamiz bo'lmasam. Bismillahirrahmanirrahim. Voy, buni o'ynashib yotishku. Hoppa. Bu ham kulgili. Yoqdan kelsa bu yoqqa pulli ekan, bu yoqdan yoqqa borsa tekin ekan. Shunaqa ham bo'ladi. Boyagi joylar. Qanday shunday bo'lib ketishi mumkin? Tosh-ku bu, karton qog'oz emas. Demak, mana shu to'la suv bo'lganda. Bugun joyda o'ynab turibman. Mana boya mashina parkovka qiladigan joy. Hozir mana bunaqasi yurib tepaga chiqib, keyin pastga tushib, mana bu yoqqa kelib, qaytib, yana tepadan bunday borib, dushni oldidan chiqib qaytyapman. Mashinam shu yo'lga ketdi. Mana bu to'g'ri mashinaga olib borarkan hech bo'lmasa. Bu qanaqadir yaxshi yechim. Biladiganlar yozaveringlar kommentda. Bu o'zi hozirgacha suv keladimi, yo просто hozir suv yo'q paytimi? Bo'lmasa men bular qanday qo'rqmay yashayapti tushunmayapman. Hech bunaqa suv keladigan bo'lsa, yo o'sha paytlar bo'lib to'xtagan suvmi shunda? Assalomu alaykum. Nima? Kirib qolyapti-da, ichiga kirmayapti bunchasi. Bo'ldi. Yuring. Juda yomon o'ynar ekan-ku bu. Zorchi bo'lib ketdimi o'zim sirkdagi o'xshab. Siz yana bir ikkita olmasizda buncha? 4 ta sumka olsizmi? Evet, oldu. Sizlar yo'llab 3 kilo shakar bersang, olib bersang, belim og'ridi. Shunda ketaman. Ama zo'r ko'tarib katta keladi. Acha oldi,